Mana bu hikoyani eshitib aniq hayron qolasan. Bir ayol do'konga boribdi va kassa oldiga kelibdi. Pulini olishga sumkasini ochganda, do'konchi sumkadagi pultga ko'zi tushibdi va so'rabdi: "Televizor pultini doim o'zingiz bilan olib yurasizmi?" Ayol javob beribdi: "Har doim emas, lekin bugun mening erim men bilan do'konga chiqmadi, chunki uning bugun futboli bor ekan. Shunga ataylabdan men pultni o'zim bilan olib chiqdim." Xulosa, har doim ayolingga hamrohlik qil. Shu payt kassa xodimi kuldi va ayol sotib olgan barcha buyumlarni qaytardi. Hayron qolgan ayol buni sababini so'radi. U dedi: "Sizning eringiz kartangizni bloklab qo'yibdi." Xulosa, har doim eringizni qiziqishlarini hurmat qiling. Keyin ayol erining kartasini oldi va to'ladi. Afsuski, u o'z kartasini bloklamagan ekan. Xulosa, ayol kishining aql farosatiga past baho berma. Ammo shu payt to'lov mashinasi telefon raqamingizga yuborilgan kodni kiriting deb so'radi. Xulosa, erkak kishi yutqizganda mashina uni himoya qilishga yetarli. Keyin ayol jilmaydi va sumkasini ochib erining telefonini olib SMS kodni kiritdi. U telefonni ham pult bilan birga olib chiqqan. Xulosa, ilojsiz qolgan ayolga past baho berma. Keyin ayol uyga qaytdi va eshikdagi xatga ko'zi tushdi. U yerda: "Televizor pultini topa olmadim va bolalar bilan o'yinni ko'rishga bordim. Uyni kaliti menda. Agar nimadir kerak bo'lsa, telefonimga qo'ng'iroq qil." Xulosa, turmush o'rtog'ingga haddan ziyod o'z gapingni o'tkazishga urinma. Oxirida o'zing yutqizasan. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta ulov belgisini qoldirib keting. Luminex kanaliga ham obuna bo'ling.